hal ketyapsan? Voy, qo'lim. Hal ketyapsan? Nima bo'lyaptilarga? Andijonda yana Samasud. Gap shundaki, bir guruh qizlar ko'chada zo'ravonlik qilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda ma'lum bo'lishicha, ular Rayyona ismli shaxsning uyiga borib, uni chaqirishadi. Qiz chiqmagani sababli uy darvozasini urishadi, oynalarni sindirishadi va qizga haqoratli so'zlar aytishadi. Bu holat jamiyatda tashvish uyg'otmoqda. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bu holatga qat'iy norozilik bildirib, bunday harakatlarni qonun doirasida jazolash lozimligini ta'kidlashmoqda. Shuningdek, qizlar tarbiyasi jamiyat uchun juda muhim. Har bir qizning tarbiyasi uning kelajagi va jamiyatdagi obro'sini belgilab beradi. Ushbu xabarni qiz tarbiyalayotgan barcha tanishlaringizga yuborib, ogohlantirib qo'ying. Zero ogohlik davr talabi. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.